DTM'dan proporsional kesmalar haqidagi teorema va uchburchak o'xshashligiga taalluqli bo'lgan test AB va CD parallel to'g'ri chiziqlar berilgan. Bunda CA va BD to'g'ri chiziqlar O nuqtada kesishadi. OB 6 cm, BD 2,4 cm va AC 2 cm bo'lsa, OA kesmaning uzunligini santimetrlarda toping. Testni yechishga o'tamiz. Geometriyada to'g'ri chizilgan chizma 50% yechim deyiladi. Mana AB bilan CD parallel, CA bilan DB to'g'ri chiziqlar O nuqtada kesishadi. OAning qiymatini topishimiz kerak. AC'miz 2 cm, OB'miz 6 cm, BD'miz 2,4 cm. Bu qanday yechiladi? OAning OBga nisbati agar bular parallel bo'lsa teng bo'ladi. OCning ODga nisbatiga teng bo'ladi. Ya'ni proporsional kesma haqidagi teorema va uchburchak o'xshashliklar. Endi OA ni o'rnida x bor. OB ni o'rnida 6 bor. Teng. OC ning o'rnida x plus 2 bor. OD ning o'rniga 6 plus 2,4, ya'ni OB plus BD. Xuddi shunga teng bo'ladi. Bu 8,4 bo'ladi. Ko'paytirib bu tomonga o'tsak, proporsiya qilib olsak. 8,4 x bo'ladi, ya'ni ko'paytirib bu yerda 6 ni x plus 2 ga ko'paytirsak, 6x plus 12 bo'ladi. 6x chap tarafga o'tsa, 8,4x dan 6x olamiz, 2,4 x bo'ladi, teng 12. 2,4 bo'lib o'tsa, x'imiz teng 5 chiqadi. Demak, OA kesmaning uzunligi 5 ga teng ekan. Berilgan testimiz javobi D. Bu test professional 2-qismda olindi.